ertaga nima kiysammikin deb o'ylanib turgan paytingizda hech xayolingizga kafan kelmaydi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Bek Avto ko'rishib turganimdan baxtli xursandman. Bugungi mehmonimiz Lacetti mashinasi. Lacettini inshaalloh Gentra qilamiz, xudo xolasa. Men ko'rib turganlaringda avariya bo'lgani. Iloji boricha mashinani sekinroq haydashga harakat qilinglar. 10 minut erta, 10 minut kech hech qanday hech narsani o'zgartirmaydi. Prosta ko'rib turganlaringda mana ko'rdilaring qanday urilish qanaqa bo'lgan. Yo'llarda ehtiyot bo'lsalaring o'zlaringga yaxshi. Hech qanday foydasi bo'lmaydi tez haydashda, yo'l pravilani buzishda, qoidani buzishda hech qanaqa foydasi yo'q. Ko'rib turganlaringda mashina tutib taradik. Men Langeron oldi Langeron ancha bukilgan. Oldan o'zar bo'lganga. İnşallah nasip bo'lsa endi buni stapel ustiga chiqarib olsak, xudo xolasa tortishni boshlaymiz inshaalloh. Kuzatishda davom eting, xudo xolasa. Apparatni chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Ko'rib turganlaringda bakanini almashadi, eshik almashadi, ikki eshik, oldi kapot, endi oldi kapot ba'zi Gentra bir. Mana fonni yechib tayladik. Xudo xolasa, men ko'rib turganlaringdek hamma narsasi yechildi. Endi orqa metallar qoldi. Metallarni endi oxiriga olaveramiz. Uni orqaga yetgan payt hozir shart emas. Metalni yechish. Mana o'rta stoyka bukilib, tepaga ko'tarilib ketgan. Orqa lavoga lekin hech narsa qilmagan. Qoyil lekin. Parrot bakavina almashadi, orqa krilo ikkita panel almashadi. Mana do'stlar, stapelni ham ustiga chiqarib oldik. Endi inshaalloh ishni boshlaymiz, xudo xolasa, tortishda. Kuzatishda davom eting, hammasi zo'r bo'ladi. Birinchi o'chirat mana oldin tortib olamiz. Langeronlarda qo'lda tortib o'g'irlab olsak, undan keyin dalshi ketaveramiz. Hamma joyini qilish kerak endi. Bir boshdan qilmasak bo'lmaydi. Hammasini bitta-bitta tortib to'g'rilab ketamiz. Hamda boshladik. Mana do'stlar, Langeron tortib oldik. Endi navbat qo'l tortamiz. Mana krilo ushlab turadigan Langeron yuqorisidagi qo'liga Langeronimiz to'g'ri zakonlab chiqib keldi. Endi qo'lga. Mana do'stlar, qo'lda ham tortib oldik. Endi navbat parok, pol hammasini chiqarish kerak tashqariga. Hozir chiqarib olmasak, keyin qiyin bo'ladi. O'sha uchun birinchi chiqarib to'g'rilab olsak yaxshiroq. Mana do'stlar, parokni ham chiqarib oldik. Qo'l bilan birga qo'shilib turgan edi. O'shani chiqarib tortib oldik, to'g'rilab oldik. Endi yana bir boshdan to'g'rilab, kesib, to'g'rilab ketaveramiz. Endi kesib olamiz bakavini.
Ha do'stlar, bakavinan ham kesib oldik. Endi o'ptalaymiz. Ko'rib turganlaringni mana aka bakavinani oldik. Endi ichlarini to'g'irlab chiqish kerak, hammasini to'g'irlab, ichlarigacha bukilib ketgan. Stoykaning ichiga yana 2 qavat bo'ladi. O'sha ichlari ham bukilib ancha kirgan. Mana ko'rib turganlaringiz qo'l ham ichkariga ancha hali. Endi tortib to'g'irlab oldik. Ancha ichkariga edi, buni ancha chiqardik. Yana endi to'g'irlab chiqamiz bir boshdan. Kuzatishda davom eting. Inshaalloh chiroyli bo'ladi, xudo xolasa. Ha do'stlar, qo'yib hammasini to'g'irlab, tortib chiqdik. Eshiklarni qo'yib chiqdik. Ikkalasini ozgina raziyasi qilyapti. Qarang, pasbaland. O'shani endi oldiga qarab tortish kerak. Tortib to'g'irlab chiqish kerak. Ko'rib turganlaringni past 2 sm pastga oldi eshigimiz. O'shani tortib to'g'irlab zazorlarga o'tish kerak. Zazori ham qisilib qolgan. Oldidan endi tortamiz. Oldi stoykadan. Oldi stoykadan tortmasa bo'lmaydi. Qolgan joy nimalar hammasi akon to'g'ri razmeriga, faqat shu oldi stoykadan udar bo'lgan, stalbaga urilgan. O'shani hisobidan oldi stoykamiz salgina chalg'ityapti. O'shani tortib to'g'irlab chiqamiz. Mana do'stlar, tortib to'g'irlab bakavinani ham qo'yib oldik. Hali qo'yganimiz yo'q, prosta shunday podgon qilish uchun, to'g'irlab olish uchun qo'yib oldik. Hammasi shunday qo'yib turibdi. Yana yechib olamiz, o'l ichlariga ishi bor, ichlarini tayyorlab, svarka qiladigan joylari bor. Ularni barqi mana zazorlari, eshiklarda ikkita eshik, oldi orqa eshiklarda zazorlari mana bakavinalar qo'yilgan. Mana ichkari tomon hammasi inshaalloh chiroyli joylashyapti. Xudo xolasa, hammasi zakonda bo'ladi. Faqat kuzatishda davom etinglar. Hammasi zo'r bo'ladi. Undan keyin orqani ko'ramiz. Hozir oldi bilan shu bir tarafni qilib olsak, keyin mana bu taraf orqalarda to'g'irlab teksib chiqamiz. Bu tarafga ham krilo qo'yib yuboramiz bitta. Krilo almashadi. Bu tomonda zazolari ozgina farqiga. Ular to'g'ri bo'ladi hammasi. Hammasi zakonni joylashadi, xudo xolasa. Bu tomon qo'llar ham hammasi zakonni to'g'ri bo'lgan. Bukilish yo'q, hammasi chotki chiroyli chiqqan. Inshaalloh hammasi zakonda bo'ladi, xudo xolasa. Lanjironlar ham to'g'ri bo'lgan. Ularni endi to'g'irlab, bu tomondagi lanjironni to'g'irlab chiqamiz ana. Salza pachaqlari bor, o'shalarni to'g'irlab teksab keyin kraska qilamiz, xudo xolasa. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek hammasi zakonni bo'ldi. Xudo xolasa, laboylar ham joylashdi. Oldi laboylar ham zakonni joylashdi. Eshik zazorlari ham yomon emas, normallar. Hammasi iloji boricha
hamma xohlaydi chiroyli chiqishga. Hamma, biroq kishi yomon chiqsin, xunuk chiqsin demaydi. Yana hamma ham shu harakat qiladi. Chiroyliroq bo'lsa, ertaga o'ziga ham yaxshi, Alloh taologa ham yaxshi. Inshaalloh Xudo xohlasa agar chiroyli qilib berishga harakat qilamiz, Xudo xohlasa. Hozircha hammasi chiroyli joylashyapti. Xudo xohlasa bu yog'i ham hammasi zakonda bo'ladi. Lavoylar ham zakonda joylashgan. Mana do'stlar, yechib oldi, qaytarib yana ichlarini vartib chiqishimiz kerak. O'sha uchun yechib endi olmasak bo'lmasdi. Ichini vartib chiqamiz. Inshaalloh nasib bo'lsa keyin ichlarini bir antigrad sepib keyin qo'yib belaymiz. Mana do'stlar, stechalarni vartib chiqdik. Bitta ustidagi qoldi. Ustini nasib qilib qo'ysak, keyin ustini bakavilarni qo'yib belaymiz. Mana do'stlar, qo'yildi. Hammasi inshaalloh endi bakavinamizni qo'yamiz, Xudo xohlasa. Buyoqlari hamma narsamiz mana vartlar qilib hammasi bo'ldi. Arka manaki chirigan ekan. Arkasi krilloni ichi. O'shanga endi oddiygina narsa bu. Lasetti jentrani oldi krillosidan kesib oldik. Arkaga joylashaveradi. Hammasi zakonni birga bir tushadi. Endi qo'yamiz buni. Mana do'stlar, qo'ydik arkalarni ham. Ko'rib turganlarga skotch qo'yman. Skotch qilganim sababi antigrad sepaman. Antigrad sepilgan payt antigrad tekmasin degan nimaga bakavinani qo'yib vart qilguncha qiynab qo'yadi, svarka ushlamaydi. O'sha uchun skotch qilib temirda o'zi tursa agar yaltillab o'shanga svarka zo'r ishlaydi. Endi inshaalloh antigrad septalaymiz hamma joyiga ichiga. Undan keyin bakavinani qo'yamiz, Xudo xolasa. Mana do'stlar, antigrad sepib oldik. Aytganimdek, mana temir ko'rinib turibdi. O'sha temir ko'rinmasa, bakavinani vart qilish kerak, qiynab qo'yadi. O'sha uchun skotch tortib qo'ysa yaxshiroq. Ichlari zanglab chirib qolgan edi. O'sha uchun bitta antigrad sepmasak, ertaga kelajagiga darrov zang chiqarib, chiritib, baribir ketaveradi. O'sha uchun ichkarilarni antigrad qilsa agar, sal maqsadga muvofiq chiroyli chiqadi, Xudo xolasa. Mana do'stlar, oldi bilan yonboshi bo'ldi, Xudo xolasa. Ana endi orqa tomonni inshaalloh orqa krillolarda almashtiramiz. Orqa krillo almashtirib bir tomon almashdi. Endi orqa bagaj, pol almashmaydi, panel. Orqa panel almashadi. Orqa krillo o'ng tomoni ham almashadi. Kalasini ko'rib turganlarga lanjirolari bukilib ketgan. O'shalarni tortib to'g'rilab ko'raveramiz endi bu yerga. Mana ko'rib turganlaringga mana polni tortdik. Ancha to'g'ri bo'ldi.
bukilib, g'ijim bo'lib, ancha bukilgan edi. Ular yaxshi ular bo'lgan. Tortib to'g'rilab oldik. Mana do'stlar, kirlolarni ham tortib oldik. Kirloni ham endi xudo xolasa kesib almashtiramiz inshaalloh. Hozir tortmasdan kessa agar, ichlarimda bukilgan bo'lsa agar, o'shanga sal qiynab qo'yadi-da podgonga. O'sha uchun birinchi tortib olgan yaxshiroq. To'g'rilab bo'lsa, o'ziga chiroyliroq bo'ladi. Mana do'stlar, panelni ham qo'yib oldik. Qo'yganimiz yo'q, prosta ishni ildirib ishlatib qo'yibmiz. Hech qanday qo'yib vard qilingani yo'q. Podgon uchun qo'yib ko'rib, avval joylashtirib, keyin inshaalloh vard qilamiz. Hamma narsa joylashgandan keyin. Hozir shunday qo'yib qo'ydik. Kuzatishda davom eting. Mana do'stlar, orqa kirlo, kapot hammasini qo'ydik. Bu ham qo'yilgan, podgon uchun qo'yildi. Podgon qilib chiqdik. Endi xudo xolasa vaqt to'laymiz hammasini. Zakonni qilib. Bakti kirishgan joylari ham hammasi zakonmi joylashgan. Eshikda zazori turishi, tekisligi hammasi zakonni joylashgan. Zazorlari ham normalni, yomon emas. Kuzatishda davom eting. Hammasi zo'r bo'ladi xudo xolasa. Lavoylari ham hammasi, orqa lavoy ham zakonni joylashdi. Yomon emas. Hammasi zo'r joylashdi. Orqa bagajlarim, bu orqa bagaj ham robot chop kelgan. Mana eshiklarda ham, ikkita eshikda ham robot chop keldi. Yangiga sal iloji bo'lmadi. Zapchasi bilasizlar, yomon qimmat, o'sha uchun robot oldi. Orqa balki mana ozgina qiyshagan edi, o'shani tortib salgan to'g'rilab yurish uchun, mashinada yurish uchun to'g'rilab olmasak, sal qiyin bo'lyapti nima surish qiyshiqlik uchun. Mana do'stlar, orqa stopni ham qo'yib oldik joylarini, orqa ostidagi kossa deyiladi, o'shani ham qo'yib joylashtirib, zazorlari yomon emas, chiqib normalni. Hammasini joylashtirdik. Zakonni joylashtirdik hammasi. Mana do'stlar, oldi faralarda ham kapot hammasini qo'yganmiz. Ko'rganlaringda hammasi zakonni joylashgan, zazorlar chiroyli. Endi zavod bo'lmasa ham qo'ldan kelguncha chiroyli qilib aytdim-ku, qo'ldan kelguncha hammasi. Iloji boricha hamma chiroyli ishlashga harakat qiladi. Hech kim yomon ishlaydi demaydi. Qancha chiroyli chiqsa, o'zi uchun yaxshi. Gap nimasiga emas, prosta o'zi uchun, o'zini ishini chiroyli qilsa, o'ziga yaxshi-da. Hammasi zakonni, hech qanaqa kami yo'q. Zazorlar zakonni, orqa mana bagajlar ham zazorlari zo'r. Yopilib o'chirishlari ham hammasi zamoklarni qo'yib podgonni qo'yib oldik. Hammasi zakonni. Yopilib o'chirishlari ham vardlarni qildik. Ko'rib turganlaringda hammasi vard bo'ldi. Chiqib qo'ldan kelguncha endi inshaalloh bitta toshka qo'yamiz, kantashkaga o'xshash uchun. O'shani qo'yib chiqsak, xudo xolasa chiroyli bo'ladi keyin. Sal bo'lsa ham yaqinroq bo'ladi zavodga. Zavod bo'lmasa ham zavodga yaqinroq bo'ladi. Ha do'stlar, parroga ham bu tomon, o'ng tomon parroga ham ozgina pacha bo'lgan, shpakilovka yasalgan. O'shani ham to'g'rilab, tekislab, chiroyli qilib yana shpakilovka qilamiz. Mana do'stlar, chiqarib to'g'rilab oldik. Xudo xolasa shpakilovkasini surtamiz. Jancha ko'p yemaydi, kamroq yeydi-da.
avval juda qalin ekan, ko'p qalin yegan ekan. O'sha uchun sal chiqarib to'g'rilab oldik. Ha do'stlar, mashinamiz gruntовкаga tayyor bo'ldi. Xudo xolasa endi gruntовка sepamiz inshaalloh. Mana buni to'g'rilab, hammasi to'g'rilab keyin shpakilovka qilingan. Hech qanaqa pachaq qo'liga shpakilovka surtilmagan. To'g'rilab, tekislab keyin shpakilovka surtilgan. Oldi hammasi, mana kesib bo'lgan joylarimiz hammasini yasab qo'ydik. Chiroyli qilib. Endi xudo xolasa gruntовка sepamiz. Inshaalloh keyin kraska sepamiz. Keyin egasiga xudo xolasa topshiramiz. Nasib bo'lsa, kuzatishda davom eting. Xudo xolasa chiroyli chiqarishga harakat qilamiz. Nastoykalarga tochka qo'yib chiqdik. Kantachka bo'ladi, o'shanaqa sal o'xshasin degan nimaga niyatda. O'xshamaydi baribir, kantachkaga o'xshamaydi-da, просто sal bo'lsa ham o'xshasin deb kantachkaga tochka qo'yib chiqdik. Xudo xolasa endi kraskadan keyin tomosha qilasizlar. Shu kantachkasi o'xshagan bo'lsa bitta klass bosib qo'yasizlar. Mana do'stlar, gruntовкani ham sepib oldik. Xudo xolasa endi tayyorlaymiz. Xudo xolasa kraskani uramiz. Gruntовкаlarni ham sepib oldik hamma joyiga. Ko'rib turganlaringda mana tochka ko'ryapsiz. Tochka, просто salgina zavodga sal o'xshasin degan niyatga qilindi. U lekin shu zavod deb bilmaydi hech kim deb qilinmadi. Просто o'zimning ideyam salgina chiroyliroq mehr berdim-da. Просто bo'ldi, boshqa hech qanaqa. Lekin zavodskoy bo'ladi degan niyatga qilingani yo'q bu narsa. Mana do'stlar, kraskaga ham tayyor bo'ldi. Inshaalloh endi kraskani sepamiz, xudo xolasa. Birinchi ichiga sepib olamiz, hamma joyiga, ichlariga. Undan keyin tashqi tomoniga sepiladi. Hozir faqat oq svetka bo'ladi, xudo xolasa bu. Metallika bo'lmaydi bu. Oqqa bo'ladigan bo'ldi. O'sha uchun hamma joyiga sepish kerak. Metallika kraskamiz joyiga qolmasligi kerak. Hamma joyiga sepiladi, xudo xolasa. Mana do'stlar, kraskamizni ham sepib oldik. Faqat ichiga. Ko'rib turganlaringda faqat ichlariga sepib oldik. O'zi hech narsasi qo'yilmagan. Hamma narsani yechib oldik. Ularni ham ichiga sepganmiz. Eshik, kapot, hamma narsani ichki tomoniga sepdik. Endi xudo xolasa ustiga sepamiz. Mana ko'rib turganlaringda hamma joyiga ichiga faqat sepildi. Ust tomoniga hali sepilgani yo'q. Ustini endi xudo xolasa tayyorlab endi sepamiz. Mana ko'rib turganlaringda o'sha Lacetti mashinasi. Mana do'stlar, shu ko'rgan, aytgan kantachkalarim mana tochka bo'lgan. Kraskadan keyin ozgina bilinmadi. Sal bo'lsa ham o'xshagan bo'lsa, men xursandman. Iloji boricha chiroyli qilishga harakat qiladi odam. O'sha uchun o'xshagan bo'lsa bitta klass bosasizlar. Mana do'stlar, eshiklarni ham hammasini ichiga sepib oldik. Eshik, orqa kapot, oldi kapot, 4 eshik hammasini ichiga sepdik. O'sha uchun endi xudo xolasa qaytarib qo'yamiz joyiga. Petlarni, boltlariga bilasiz, kraska tekmasligi kerak. O'sha uchun yechib sepdim buni. Endi petlarni qo'yib bitta sepib olinadi-da. Keyin eshiklarni qotirib chiqamiz. Boltga kraska tegmasligi kerak. O'zini kraskasi bo'lmaydi, o'sha uchun tegizmaslik uchun avval bo'lak sepib oldim. Mana do'stlar, qo'ydik hamma narsani qaytarib. Yana ana endi ustiga sepiladi. Ichiga sepib olingan, endi qonun ustiga sepiladi. Endi hamma joyiga ustiga faqat sepiladi. Inshaalloh mashinamiz keyin tayyor bo'ladi, xudo xolasa.
Mana do'stlar, kraskamizni ham sepib oldik. Polni ustiga sepildi endi. Hamma joyiga. Endi inshaalloh mashina teramiz, xudo xolasa, polirovka qilamiz. Mashinani egasiga topshiramiz. Va kraskadan chiqdi endi. Mana do'stlar, narsalarni terishga, qo'yishni boshladik. Hamma narsasini qo'yib boshladik. Endi elektrika pravodan hamma narsani qo'yish kerak. Biror narsasi yo'q edi. Hamma narsani bir boshdan hamma narsani qo'yib chiqamiz, xudo xolasa. Polni elektrovodoni, polni provodalar qo'yilyapti. Mana birinchi o'chirat motorda ostidagi gilami qo'yiladi. Undan keyin motorni qo'yamiz, xudo xolasa. Mana do'stlar, motorni ham qo'yib oldik. Mana ko'rib turganlaringdek, hech qanaqa biror joyiga to'g'ri kelmagan joyi yo'q. Hammasi zakonni birga bir joylashdi. Hech qanaqa qiynagani yo'q, qiyshiq bo'lgani yo'q. Shunday qo'yilyapti, hamma narsa joy-joyiga hammasi joylashyapti. Hech qanday raznica, farq qilgani yo'q. Ko'rib turganlaringdek, biror narsasi bunday noto'g'ri qotgani yo'q. Hammasi shunday joy-joyiga joylashyapti. Hech qanaqa problema bo'lmayapti. Inshaalloh bundan keyin ham bunday problema bo'lmaydi. Hammasi zakonni bo'lib joylashib, hammasini xudo xolasa zakonni qilib, zavodi qilib jo'natib o'ramiz. Mana do'stlar, ichkaridagi torpedaning tagidagi trubalarni ham qo'ydik. Ko'rgan bo'lsalaring, stoykamiz kirib ketgan edi ancha. Va joylashishi hammasi zakonni joylashdi. Hech qanday kam yo'q joylashdi. Ichini ham birdan shumka qo'ydik. Inshaalloh kirishani ham shumka qilamiz. Mana ichlarini ham shumka qilib qo'ydik. Balki prosta sal to'q bo'lmasin deb. Hamma eshikda ichi shumka bo'ldi. Mana do'stlar, bufer ham Gentra'niki рабочий bufer. Yangi bufer aytganimda har kimda har qanday vaziyat bo'ladi. O'sha uchun рабочий bufer tayyorlab beraman. Yangiga qiyin bo'ldi. O'sha uchun bu рабочий bufer ishga yaroqli, lekin kimlargadir har qanaqa vaziyatda o'shanaqa. Orqa bufer ham, oldi bufer ham рабочий, o'zim tayyorlab beraman, boshqa. Yangi bufer emas. Inshaalloh buni ham kraska sepamiz. Ular ruchkalari, moldinglari bor, ularga hammasiga sepamiz. Mashina tayyor bo'ldi qarib. Ruchka, molding hammasiga sepiladi kraska. Oq kraska. Kirishamiz ham shumka bo'ldi. Kirishamiz ham ko'rib turganingizdek shumka qilindi kirishi ham. Luk bor, sal shumka qilsagar tiqir sal kamayadi, zakonni bo'ladi, tiqirdamaydi hech narsa. Shuning uchun birdan shumka qilib o'rgan yaxshiroq. Bu qora plastmassalari, buni ham matoviy kraska qilyapmiz. O'ziniki qirilib qolgan, chizilib, o'sha uchun qora matoviy sepamiz. Ha do'stlar, mashinamiz hamma narsasi qo'yildi. Inshaalloh endi polirovka qilamiz. Polirovka qilsa yana ham chiroyli bo'ladi. Undan keyin xudo xolasa javob beramiz. Egasi olib ketadi, xudo xolasa. Endi polirovka qilamiz inshaalloh. Mana do'stlar, mashinamiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganlaringdek, o'sha Lacetti mashina tayyor bo'ldi, hammasi zakonni bo'lib. Mana ko'rib turganlaringdek, zazorlar hammasi iloji boricha qo'ldan kelguncha. Zakon yomon emas zazorlar. Endi o'ziga yo'qqa, endi boshqalarga bilmadim qanaqa bo'ladi. O'zimga yo'qib aytyapman, normal zazorlar yomon emas. Qayeri nima kamchilik ustani o'zi biladi, nima bo'lsa ham. Lekin iloji boricha shu kamchilikni qilmaslikka harakat qiladi. Aslovnoy mashinada ko'rsatgan zazor bo'ladi. Zazor, eshik, kapot, bagaj hammasi
zazorlarga kelib taqaladi. Zazor nito bo'lsa agar, uji mashina normalni bo'lmaydi. Hech qanday to'g'ri kelmaydi. O'sha uchun birinchi o'chrat zazorga qaraladi mashina. Mana ko'rib turganlaringdek zazorlari yomon emas, qo'ldan kelguncha hammasi. Mana hamma zazorlar. Bu kamtik bo'lgan, o'sha stobi ham rабочий. Yangi stov emas, rабочий stov olib keldi. O'sha uchun salgina yoshari ochiq. Zazorlari, orqa bagajlik, krillo, kapot, orqa stop hammasi zakon. Mana orqa eshikni zazori. Eshikni ozgina podgon qilish kerak. U sal ichkariga tortish kerak. O'sha uchun sal yopilishi tashqariga o'xshab turibdi. Zazor kattaga o'xshab. Zazorlar ham normalni. Oldi eshikni zazori ham yomon emas zazori. Ko'rib turganingizda tep-tekis turibdi. Orqa eshik sal tashqariga turibdi. O'sha uchun zazor kattaga o'xshab turibdi. Ozgina, lekin katta emas. Zazor ichkariga tortamiz eshikni, podgon qilamiz, zakonni o'tib ketadi. Ko'rib turganlaringdek orqa oldin krillolari joylashishi hammasi chiqib qo'ldan kelguncha mana ichkari torpeda, salon torpedasini o'zini sal to'g'irlab qo'yib yubordik. Singan joyi bor edi, o'sha yerdan ular bo'lgandan keyin bukilib singan torpedani o'zini qo'ydik. Almashmadi. Mana rezinlari ham o'ziniki. Ozgina yirtilgan, endi sekin-sekin bu yerda qilib bo'ladi. Nima bo'lsa yangi qo'yaveradi. Mana rezinlari ozgina yirtilgan, shu yerdan uzilgan edi. O'sha yerdan mana shu yerdan udar bo'lgan. O'sha uchun shu yerdan yirtilgan. Ko'rib turganlaringdek tochka, kantachka deganim ko'rinayotgan bo'lsa agar, men xursandman. Ko'rinayotgan bo'lsa, zangiz normal chiqqan. Kantachkaga o'xshagan. Mana shunda hali stinalarni qo'yilmabdi. Bitta stina qo'yilgan. Haydab yurish uchun paka. Endi xudo xolasa qo'yilib, stinalarning hammasini qo'yib oladi. Picha rasvo bo'lgan ekan chiqonlari, o'shalarni yuvdirib birdaniga qo'yamiz dedi. Ko'rib turganlaringdek o'sha Lacetti mashina. Mana o'sha ko'rib turganlaringdek kapotni ichki tomoni, kapot oldi siltilar almashdi. Gentra bo'ldi-da birdan, o'sha uchun almashtirib yubordik. Baribir Lacettiga ham qo'yilardi. Birdaniga gentra qilish uchun almashtirdik. Mana qo'l, krillo, lanjironi bukilgan, lanjiron bu tomoni bukilgan edi. Yana bunisi ko'proq bukilgan edi. Ko'rib turganlaringdek o'sha mashina. Sizlar bilan Bek Avto bo'ldi. Ko'rishib turganimdan baquvvatda xursandman. Videom yoqqan bo'lsa, klass bosib qo'yasizlar. Kommentariyaga birorta savollar bo'lsa agar bemalol berishlaring mumkin. Iloji boricha harakat qilaman javob berishga. Lekin umuman biror marta javob bermay qolmaganman. Har doim javob berganman, yozganman. Savollar bo'lsa bemalol savol beraveringlar. Kommentariyaga bemalol yozib qoldirishlaring mumkin. Sog' bo'lasizlar. Sog'lik, omonlikka ko'rishguncha sog' bo'linglar. Kuzatib bo'layotganlaring uchun sizlardan kattakon rahmat.